Ushbu loyiha ATV Turonbank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman Baluch MFE 2485 konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda kungaboqar ekilgan, maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Har hafta sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Ushbu loyiha 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 50 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihaning samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektaridan 3-4 tonna, jami 30-40 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda yana 10 gektarga yer maydonini kengaytirish niyatidamiz. Maqsad nafaqat o'zimiz, balki butun jamiyat uchun foydali bo'lsin.